Endi ximiya so'zini endi o'sha birinchi marta eshitishim. Bizni oilamizga bitta katta nima sinov keldi. Har bir ishda bir hikmat degan gap bor. Qanday yo'l bilan ustozlik sohasiga kirib kelgansiz? May oyida o'shandan tahsil olgan litseyga kirib, eshim domla Turumbekaga uchur edi. Keyin shu ona tili sinfda o'qib yurib, o'zimizning ximiya darsimizda ximiyaga qiziqib qoldim. 15-may kuni imtihon bo'ladi, olib keling imtihonga dedi. Litseyga kelganimda qaysi sinfga kirasan degan savol bo'ldi. Bu sinfdan o sinfga o'tsam, endi chuqurlashtirilgan sinfga o'tsam, ximiya endi boshqacha ximiya. Shu qorovuldan tortib direktorgacha hammasini nafi tekkan. Endi ximiya sinfda o'qib, qaysi oliygo'lga kirsa bo'ladi. Hammasimda qarab chiqdimda, o'shalarning ichidan shifokorlikni o'shani tanladim. Dadam aytdiki, menga desa o'qituvchi bo'lganing yaxshi edi. Qoldi. Darsni boshladim, o'quvchilar ergashishni boshladi, dadam to'g'ri tashkil qildi. To'g'ri tashkil qilib yurib 2004-yilda keyin nima repetirlik so'rashdi. Bizga o'rgatib dedi. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz bilan 25 yillik tajribaga ega bo'lgan ustozimiz, jamiyatimizda o'z o'rniga ega bo'lgan, uzoq muddat xalqimizga xizmat ko'rsatgan ustozimiz, ustoz Sirojiddin domla bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz iltimosimizga yo'g'dirmasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Endi savolga o'tamiz ustoz. Sizni mana shu ustozlik yo'liga olib kirgan birinchi ichki sabab nima bo'lgan? Qanday yo'l bilan ustozlik sohasiga kirib kelgansiz? Shu haqida gapirib bersangiz. Xo'p. Endi har bir ishda bir hikmat degan gap bor. Endi shundan boshlasam ham bo'laveradiki, 1993-yil 8-dekabr kuni dadam ish bilan o'zini mashinasida Farg'onaga keladi. Farg'ona shaharda keyin avariyaga uchrab ketadi. Avariyaga uchrab, o'sha bitta oyog'i sinib, ashadda banisada ancha qolib yotadi ashadda. 3-shahar banisasida edi. Shunda bizni oilamizga bitta katta nima sinov keldi, desa bo'ladi. Endi o'sha paytdan boshlab endi o'sha yozgacha buvim ham maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi, ham ertalab sahar kelib dadamni xabar olib ketadi, maktabda ishga ketib boradi. Maktabdan darsdan chiqqandan keyin yana kelib xabar olib ketadi. Xuddi o'sha 8-dekabr kuni bo'lgan bo'lsa, 10-dekabrdan keyin ro'za boshlangan edi. Ramazon oyida shunaqa bo'lyapti, birinchi oy. Endi men 7-sinfman. Ikkita kichkina ukam, singlim. Uydamiz, buvim kutib turamiz. Yana ertalab saharga tayyorgarlik ko'rib, yana shunaqa. Endi shunaqa bilan qarangki, may oyida buvim o'shandan tahsil olgan litseyga kirib, eshim domla Turumbekaga uchur edi. Uchrab shunaqa bolam maktabda rosa yaxshi o'qiydi. Shunaqa rosa maqtab. Bolam endi uyda uy ishlari bilan band bo'lib qolib ketyapti. Bu bolamni o'qitishim kerak desa, 15-may kuni imtihon bo'ladi, olib keling imtihonga dedi. Keyin 15-may kuni keldim, imtihon boshlandi. Imtihondan chiqdim. Keyin imtihon natijalari chiqqandan keyin yana ishim domlaga uchragan ekan, kelaversin, jiddiy yetmay qolibdi-yu, olaveramiz, men aytaman debdi. Endi ishim domla bosh sababchi. O'sha ishim domla Turg'unbek domla deyshadi. Bosh sababchi o'sha domla. O'sha odamni bir og'zim gapi bilan litseyga qabul qilishgan. Litseyga kelganimda qaysi sinfga kirasan degan savol bo'ldi. Matematika, fizikaga desam, unaqa sinf yo'q ekan o'sha yili. Endi 94-yilga o'tdik-da, 94 unaqa sinf ochilmabdi. Bitta ximiya sinf 8-sinfga, bitta ona tili sinf ochilibdi. Endi ximiya so'zini endi o'sha birinchi marta eshitishim. Keyin bo'pti deb ona tili sinfga yozdim-da, ona tili sinfda qatir boshladim. Keyin shu ona tili sinfda o'qib yurib, o'zimizning ximiya darsimizda ximiyaga qiziqib qoldim. Ximiyaga qiziqib qolib, sinf rahbarimiz Oxunjonova Muazzam opa edi.
opaga aytsam, bari 8-B sinf rahbari Yulduz Fazilina edi. Ikkala u bizni ham rus tili o'qituvchimiz edi. Ikkala opa maslahatlashib Ibragim domlaga aytishdi. Yana ishim domla ham aralashdi yana. Shu bilan ximiya sinfiga o'tkazib qo'yishdi 3-oydan. 3-oydan boshlab keyin ximiyani boshladim. Endi bu sinfdan u sinfga o'tsam, endi chuqurlashtirilgan sinfga o'tsam, ximiya endi boshqacha ximiya. Ya dedim. Endi qayta yana o'zimiz sinfimga o'tgan oriyat qildim. Keyin o'rganishni boshladim. Ustozim Ibragim domla dars o'tardi. Ibragim domladan o'rgandim. Kechqurun Mutalib domla nimada turardi? Navbatchi bo'lib biz tungi tarbiyachimiz edi. U domladan o'rgandim. Xullas, endi o'sha litseydagi shu qorovuldan tortib direktorgacha hammasini nafi tekkan. Shu o'qituvchi bo'lishimga hammasini hissasi bor. O'zimda ko'ppa. Hammasidan bir narsalar o'rganganman. Shu bilan endi ximiyani jichcha o'rganib olganimdan keyin qiziqib qoldim yana. Rosa o'rganyapman. Keyin savol paydo bo'ldi. Endi ximiya sinfda o'qib, qaysi oliy o'quv yurtiga kirsa bo'ladi? Ya'ni ximiya fani qaysi oliy o'quv yurtining blokida bor? Qiziqsam, ximiya o'qituvchilik, ximiya texnologiya, shifokorlik, rashli deymiz. Dorishunoslik, farmatsevtika, hammasini qarab chiqdimda, o'shalarning ichidan shifokorlikni o'shani tanladim. Men endi shifokor bo'laman bo'lmasam dedimda. Shifokor bo'laman deb o'qirdim. 11-sinfda oxiriga kelganda, hujjat topshirayotgan payt kelganda, dadam ayamlar bilan maslahatlashib, farmatsevtikaga boraman dedi. Dorishunoslik. Shunaqa deb xulosa qilyapsam, dorishunoslikka dadam aytdiki, menga desa o'qituvchi bo'lganing yaxshi edi. Qoldi. Menga qolsa o'qituvchi bo'l dedi. Dedi. Hech dadam gapini ikki qilmasdan, xo'p bo'ladi, ma'qul dedimda. Keyin o'qituvchilikka topshirdim. O'sha 98-yili tabiat fakulteti kimyo yo'nalishiga topshirdim. 2002-yil bitirdim. Xudoga shukr, kam bo'lganimiz bundan xursandman. Rahmat. 2002-yildan beri bo'lsa 24 yil, 25 yil bo'lar ekan, xudo xolasa. Yana bir yilni 24 yil. 24 yil. Shu 24 yil faoliyatingiz davomida ustoz juda ko'p o'quvchilar bilan ishladingiz. Juda ko'p. Endi yana bitta narsa, hali endi bitta nima deydi, bitta nimani shakllanish uchun juda ko'p hali o'zimiz bilamiz, bilgan, bilmagan juda ko'p narsani ta'siri bo'ladi, juda ko'p odam xizmat bo'ladi. 2002-yili o'qishni bitirgan yilim, endi bir yil to'yib, nikoh to'yim ham bo'ldi, 2-iyul. O'sha iyul to'yimga endi Yulduz Fazilina bilan Karima Fazilina ular ham kelishdi. Kelishib bir yo'la nima deb kelishdi? 9-maktabdan ishga ximiya o'qituvchisi kerak ekan o'sha maktabda, opalar u maktabda ham ishlardi ekan. O'sha yerga ishga taklif qilib kelishdi bir yo'la. Direktor nomidan. Keyin ha bo'pti deb sentyabrda keyin 9-maktabga bordim. Farg'ona tumanidagi 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Qayerda bu maktab? Mindonda. Mindondagi 9-maktab. Keyin yerda endi ba'da endi bilimni oldik, nima qildik, lekin o'qituvchilikni 9-maktabdan boshlayapmiz. Bunga o'sha Yulduz opa Karimova rosa xizmat katta. O'g'il opa deymiz, zavuchimiz bo'lgan. Vohid aka deymiz. Yamin domla deymiz. Bular qo'llagan, o'rgatgan. Endi bu fanni o'rganib olish boshqa ekan, uni o'rgatish boshqa ekanda endi. O'sha 9-maktabda endi o'sha yerda jamoadagilarni hammasiga hali aytganimdek qorovuldan boshlab direktorgacha hammani o'rni bor. Hammadan bir narsalar o'rganman. Shu bilan o'sha yerda keyin litseyga qachon o'tdingizmi? Yo'q, o'sha yerda bir yo'la darsni boshladim, o'quvchilar ergashishni boshladi, to'g'ri tashkil qildim. To'g'ri tashkil qilib yurib 2004-yilda keyin nima repetirlik so'rashdi. Bizga o'rgatgan u edi, bu edi deb. 2004-yilda birinchi shu 3 o'quvchi o'qitdim, bittasi oxirigacha o'qiy olmasdan qolib, ikkitasi oxiriga yetib borgan.
bittasi Toshkent tibbiyot akademiyasiga, bittasi Toshkent farmatsevtika institutiga kirdi. Birinchi yil yo'q. Ha, ikkalasi ham kirdi. Keyingi yiliga 17 ta o'quvchi o'qitdim, 13 tasi kirib ketdi. Keyin o'sha 9-maktabda ikkita o'qituvchimizni shu yubiley bo'ldi. Shu tumanimizdagi hamma maktablardan vakillar borishgan ekan. O'shanda rahmatli ustozimiz Rahmonali Mo'minov domla, Qodir aka oshpazimiz o'shani mashinasida borishgan ekanda, yana boshqa domlalar borishgan ekan. Keyin o'sha domla menga o'sha taklif qildi, "Sen litseyga olib ketaman" deb. Keyin bunaqa dedi, keyin o'sha yerda gap so'zlar o'sha yerdan boshlandi. Keyin xullas 2005-yildan o'zim o'qigan litseyga keldim. Ustoz sifatida. Ha, ustoz qilib boshladim. Lekin 9-maktabdan tashlamadim. 2 kun litseyda dars o'taman, 4 kun yoqqa borib dars o'taman. Yog'da ham, bag'da ham qilib urinardim. Xudoga shukr, shogirdlar ergashib, o'sha biz sabab o'sha oliy kurslarga kiraman, xudo xolasa. Qanchasi eli yurtga foydasi tegadi, qanchasi qanaqa zo'r doktorlar bo'lishdi, zo'r o'qituvchilar bo'lishdi. Biz ularni orqasida qanaqadir yaxshi gap eshitsam quvonaman. O'shalarda qilayotgan ishlardan energiya olaman. Motivatsiya olasiz. Motivatsiya olaman. Shunaqa qilib. Hozirgi kunda ustoz juda ko'pchilik ustozlik faoliyati davomida, misol mana xususiy maktablar tashkil qilyapti. Avvalambor siz ham mana 4 yil bo'ldi, adashmasam xususiy maktab ochganingizga. Xususiy maktab ochishdan ham maqsad shu o'qituvchilikni yana ham rivojlantirish bo'lganmi? Ha. Endi gapga qo'yganda gapirib qo'yishimiz kerak. Bu xususiy maktab o'sha biz yangi litseyga o'qituvchi bo'lib kelganimizda aytdim-ku. O'qituvchi bo'lishimizda juda ko'p odamning hissasi bor. Endi xudo xolasa yaxshi o'qituvchi bo'layotgan bo'lsa, hali men o'zim orzumdagi o'qituvchiga hali bor ancha. Xudo xolasa endi urinyapman bo'lay deb. Shunaqa o'qituvchi bo'lishimizda shunaqa zo'r shanslar Xudo o'zi berdi bizga. Birinchidan o'qishimizda ham yaxshi joyga kelib o'qidik litseyda. Keyin yana yaxshi joylarda ishladik. Yana qayta o'zimiz o'qigan joyga keldik. Yana o'sha o'zimizni o'qitgan ustozlar qo'liga tushdik-da. O'shalar o'zi tarbiyaladi keyin yana. Bu bizning katta yutug'imiz deyman. Shunday ustozlarning qo'liga tushganimiz. Yana o'sha o'zim o'qitgan o'sha Mo'minov domla, Ishim domla, Obidov domla, o'sha rahbarim bo'lgan Uzopa, Nozim opa, rahbarim bo'lgan. O'sha Murayib domla, Shohid domla hammasida endi o'rgatishib, boshqa qilib mana hozirgacha birgalikda faoliyat yurityapsizlar. Endi hozir birga ishlayapmiz ham. O'sha yangi ishga kelgan paytlarimizda bu Ishim domlaning orzusi bo'lardi. Xususiy maktab. Keyin o'sha ta'sirda bizga ham kirib qolgan bu orzu. Keyin Xudo berib mana prezidentimizga rahmat shunaqa imkoniyat berdi xususiy maktablar ochishga. Shunaqa nima qilib berdi? Bir tavakkal boshladik. Xususiy maktab ham ochilib qoldi. Xudoga shukr, shunaqa qilib yuryapti ham. Endi hali xususiy maktabdan ochishdan shu bitta katta maqsadim edi. Aytaveraman. Nima shu maktabimizni bitirgan o'quvchilar kamida jamiyatga zarar yetmaydigan odam bo'lsa. Endi bo'lgani endi jamiyatda gullab yashnashni hissa qo'shadigan yaxshi mutaxassislar bo'lsa, orqalaridan quvonib yuraylik deyman-da. Xudo xolasa mana hozirgacha va o'zim siz bilan ham 3 yillik faoliyat yuritganman. Sizdan ko'p narsani o'rganganman, ustoz. Hozirda ham ta'lim sohasidamiz, sekin faoliyat yurityapmiz. Hozirgacha mana xususiy maktab, o'sha Vodil xususiy maktab nomi bilan tanilgan Lek rayon nodavlat ta'lim muassasasi hozir salkam 1,5 mingdan ortiq 1,5 ming nafar bola ta'lim oladi. Agar umumiy bitirib ketganlarni olsangiz, shu 4 yilning ichida menimcha juda ko'p odam o'qishni bitirib o'zining yo'lini topdi. O'zim bilganlarim. Endi nima niyat qilib, yaxshi niyat qilib urinyapmiz shu jamoa bilan. Xudoga shukr, yaxshi ko'z tegmasin, yaxshi jamoamiz bor. Rosa urinyapmiz. Xudo xolasa maqsadimiz katta. Xudo xolasa. Yildan yilga
oshyapti. Hmm. Masalan, hozir 2025-yil 28-dekabrda turgan bo'lsa, hozir student bo'lgan bolalar bor. Hmm. Hozir Hozir 189 qo'yganlar bor. 10-sinflar ham, 10-sinf o'quvchilarimizda ham, 9-sinf o'quvchilarimiz ichida ham bor. Bir masalan viloyat olimpiadasida 5 ta o'rin oldik. Hmm. Xalqaro olimpiadani respublika bosqichiga 3 ta o'quvchimiz chiqdi, 2 ta ximiyadan, bitta biologiyadan. Hmm. Endi shu olimpiadaga yana alohida boshqa rejalar tuzyapman. Xudo xohlasa kelgan yilga yana boshqacha bo'ladi. Yana boshqacha. Ha. Shu? Hmm. Esimda bor, birinchi yil ishga kirganimda, sizni qo'lingizda ishlashni boshlaganimda, olimpiadaga unchalik ahamiyat berilmagan-ku. Birinchi yil endi maktab yangiligida olimpiadaga unchalik ham qiziqishmagan bolalar ko'rib borib kelishgan. Lekin keyingi yili siz o'zingizga qattiq maqsad qilganingiz sizda bo'lsa, majlisda har bitta o'quvchisi olimpiada tumanda bitta o'rin olishi kerak degan shartni qo'ydingiz. Kami har bitta fandan 9 ta deganman. O'sha 9-sinfda 3 ta, 10-sinfda 3 ta, 11-sinfda 3 ta. Tumanda hammasini olishi shart. Viloyatda hech bo'lmasa 3 ta, har bir sinfdan bittadan. Endi xudo xolasa u talabim yana ortadi. Hozir xudo xolasa maktabimizda har bir fan uchun alohida olimpiada guruhlari tashkillandi. Ha, xudo xolasa hali u xalqaro jahon olimpiadalarida xudo xolasa o'quvchilarimiz ishtirok etib, respublikamiz nomini xudo xolasa qilishadigan yaxshi niyatlarimiz bor, rejalarimiz bor xudo xolasa. Xudo xolasa shu tuman bosqichida ham olimpiadada biz maktab ko'p o'rinni egallaganda Flik rayon test savollarini oldin oldi degan gap so'zlar ham chiqqan, haligi ko'p o'rin olishganda men endi birga ishlaganman. Menga shuni aytishgan, yo'q, xususiy maktab yo'q desam ham baribir. Keyingi xulasa shu vaqtgacha u kichkinaligi esimiz yo'q, bu yerda ham g'irrom ishlamaganmiz. Xudo xolasa bundan hozirgacha shunaqa. Xudo xolasa hamma endi buni bilishadi. Chunki o'zim shu soha ichida bo'lganman-da. Baribir haligi afsus bo'lib, boshqa bo'lib, mana hozir xudo xolasa o'tgan yili respublikada ham o'rin olishdi. Maktab o'quvchi respublikada ham olishdi. Aytdim-ku, bu yil ham respublikaga chiqishdi. Undan tashqari xalqaro olimpiadaning respublika bosqichiga chiqishdi. Xudo xolasa bir bor umidlarim. Endi tayyorgarliklar yaxshi bo'lyapti. Ustoz, mana hozirgi kunda Xitoy juda ham tez rivojlanayotgan davlatlardan bittasi. Ham iqtisodiy jihatdan, ham texnologiya jihatidan. Buni eng asosiy sababi undagi o'qitish anaqasi deb o'ylayman, tizimi deb o'ylayman, ta'lim tizimi. O'zi Xitoy ta'lim tizimining ichiga kirsangiz ham bizga o'xshash jihatlari bor. Shu Xitoy ta'lim tizimini ham o'zimizga olib kirsak yaxshimikan? Endi bu Xitoy ta'limi deydi, Singapur ta'limi deydi, Finlandiya ta'limi deydi, Yaponiya ta'limi deydi. Endi bizga shunaqa berilgan imkoniyatdan foydalanib hamma ta'limlarni o'rganib chiqishimiz kerak. Hamma chet davlatlar ta'limini o'rganib, ta'limiga o'zimizni tarbiyani uyg'unlashtirib, o'zimizni milliy tarbiyani uyg'unlashtirib, keyin shunaqa qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bular uchun izlanishlar qilyapmiz. Xudo xolasa kelajakda bir yaxshi narsalar bo'lishiga ajoyib sababchi bo'lib qolsak, umid qilyapmiz, izlanyapmiz. Xudo xolasa. Ustoz, mana 25 yildan beri ustoz sifatida faoliyat yurityapsiz. Sizni hozirgacha mana shu ertalab soat 6 dan, qishmi u yozmi, yozda yana vaqtliroq kelasiz. Qishda uni ertalab soat 6 dan kechqurungi 8, 9, 10 gacha ham maktabda bo'lasiz, tikyoqda dars o'tasiz. Sizni shu sohada ushlab turgan kuch nima? Odatmi yo mas'uliyatmi shu paytgacha? Muhabbat. Bu kasbimga bo'lgan muhabbat deyman. Endi nima deydi? Bolalarni rosa yaxshi ko'raman. O'sha ertalab vaqtliq kelishimga o'sha bolalarni bunday ko'zim oldiga keltiramanda, xonada kutib o'tirganimni. O'sha bolalarni ko'zidan energiya olaman. Endi sari dars o'tayotganingizda bolalar bunday savol berganda, dars qiziq bo'lishiga, rosa ham jonlantirishga sabab bo'ladi. Shunaqa qilib, yana o'shanaqa nimalarni kutib, misol uchun kechqurun yotayotib ham o'ylanib yotasizda, ertaga masalan reaksiya tezligini o'taman. Mono sinfga kimyo muvozanatni o'taman. Mono sinfga elektroliz o'taman. Mono sinfga organika boshladim. Amaliyotdan boshlayman. Nima qilib o'rgatsam deb xayolan har bir sinfga kechqurun chiqasiz.
o'sha tong atib o'sha dars boshlanishini kutasizda endi. Hmm. Kelsangiz endi bolalar siz aytgandaqa bo'lib turishgan bo'lsa, yana ham aytganingizdan ham dars chiroyli chiqadi, yaxshi bo'ladi deymanda. O'z kasbi bo'lgan muhabbat. Muhabbat. Doimiy. Shu muhabbat ham sizni shu yuksak darajaga olib chiqdi deb o'ylayman Endi ustoz. aytdimku hali boshida ham. Endi yuksak darajada demay, endi shunaqa o'quvchilarni endi shuncha o'qishga kirishiga, endi shu o'qishga kirib shu yaxshi kasblar egasi bo'lishiga sababchi qilganiga shukr. Endi shunaqa bo'lishimizga aytdim, Xudo ko'pchilikni sababchi qilgan. Aytdimki, juda ko'p odamning hissasi bor. Ustoz, mana kechgacha ishlaysiz, hali dam ham olasizmi o'zi bir joyda borib? Qiziq bo'lsa kerak savol. Ertalabdan kechgacha darsda bo'lsangiz, dam olish siz uchun xursandchilik degan narsa bor insonning o'zida. Endi shuncha o'quvchi sizni ko'ziga qarab turgani o'zi bitta xursandchilikda. O'sha o'quvchilar bilan birga o'sha jarayonga kirganingizdan keyin hali bilganingizni o'rgatib, yana yangi bir narsalarga izlanib, shu endi qiziqku o'zi, shu o'zidanku. Hech sizdan ham so'rashganmi shu o'qituvchilikni o'tasammi, nimaga boshqa ish ham qilsam bo'ladi-yu deb gapirganlar bormi? Atrofda boshqada o'zing uchun ham dam olgin, shu o'qituvchilikdan sohasiga kirib, mana esing tanigandan men o'qituvchisan deb gapirganlar. Endi bunaqa ko'ppasi bo'lib turadi hali. Nima? Dam ol. Bozor kuni ham ishlaysanmi? Nega kechgacha ishlaysan? Unaqa qilsangiz bo'lmaydimi? Bunaqa qilsangiz bo'lmaydimi? Endi nima bo'ldi-ku deyshadi. Lekin hali aytdim-ku, men o'zimga shu yoqadi. Shu bolalar bilan birga bo'lsam, hali o'zimni yaxshi his qilaman deydimi? Nima? Shundan energiya olaman hozir aytganimdek. Ayniqsa ular o'qishga kirganda bir yerayman. O'qishni bitirganda ham ko'pchiliklari keladi, unda bir xursand bo'lasiz. Keyin buni ishlayotganlarni yutuqlarini eshitib, endi bu shogirdlar ham shu o'zi farzandingizdek-da, farzandimdan ayirmayman-da, o'zim farzandimni qanday ko'rsam, shogirdlarimni ham xuddi shunday ko'raman. Hali misol uchun bittasi Garvard klinikasiga ishga o'tdim desa, u qancha quvonganman. Bittasi Avstriyada yuribman deb telefon qiladi, bittasi Germaniyada uning klinikada ishlayapman deydi. Bittasi Koreyada bor, Germaniyada bor, Qirg'izistonda bor, Gruziyada bor, Dubayda bor, Qatarda bor, o'qituvchilik qilishyapti. Men endi ko'pchiligi ketayotganda kelishadi oldimga, kelsa shunaqa bo'ldi domladim, quvonsa aytaman. Necha yilda kelasan? 5 yilda kelsam buna bo'lib kelaman, 3 yilda kelsam buna bo'lib kelaman. Ko'proq o'qigan. O'rtacha bo'lganda kelolmagan. Nima? Eng zo'ri bo'lgan. O'sha karislar, o'sha nemislar sani oqtarib, O'zbekistonga kelayotgan darajada mutaxassis bo'lgan. Shunaqa imkoniyat bo'libdi, shundan foydalangin, to'g'ri? Shunaqa mutaxassis bo'lib, keling o'zimizga kel. Omad haqiqiy mutaxassis bo'lganda kel. O'rtacha bo'lib kelma deyman-da. Endi hali o'zimning shogirdlarim-ku endi xatda sig'ib endi hamma gapni gapiralaman. Shulardan bironta bir voqeasini aytib bera olasizmi? Shu chet elda o'qiyotgan bironta o'quvchi Koreyadami yo bo'lmasa Garvarddagimi, misol uchun yigit haqidami, haqidami? O'sha Garvard deganingizga o'sha Qayum Muhammadjon degan shogirdim bor, o'quvchim bor edi. 2010-yili Andijon tibbiyot institutini davolash fakultetiga o'qishga kirgan. Bir ikkinchi kursda o'qiyotganda bitta kasalni olib o'sha bitta Zamzam degan klinika bor. O'sha yerga borsam, o'sha shogirdim chiqib kelyapti, xudomladim. Keyin bitta nima qilyapsiz? Darsdan tashqari paytda o'sha bitta mashhur professor bor ekan, o'sha kardioxirurgiya bo'yicha, o'sha domlaga shogird tushgan ekan. Gaplashib, keyin har kelganda gaplashib so'rab o'qib turdik. Keyin 6-kursni bitirgandan keyin bir keldi, domla o'qishni bitirdim. Yaxshi. Duo bering, ha. Nima bo'ldi endi bag'ir nima desam, domla Koreya grantini yutib oldim dedi. Zo'r-ku, ha. Keyin ketyapman dedi. Unga xuddi shunaqa deganman. Burilib doktorlikni yoqlab bag'i kelib olmasdan rosa zo'r mutaxassis bo'lingki, o'sha karislar sizni mayqa oqtarib kelsin. Shu Chimyonga, qishlog'ingizga, mahallangizga oqtarib kelayotgan darajada mutaxassis bo'lganingizda keyin keling. Desam, xo'p domla deb ketdi. Endi niyat xolis ekan. Nimada bir orada 5 yilda keldi. Domla grant yutib oldim doktorlik himoya yo'qlashga dedi. Yaxshi.
keyin anchadan keyin bir nima tashladi. Koreyada doktorlikni qilib, nima Argentinada yoqiladi keyin. O'sha yerda keyin shuni o'zi aytyapti-da, o'shani Garvardda shu professorlar nazariga tushib qolib, uni taklif qilishgan. Keyin hamma imtihonlardan o'tib borib endi o'sha yerda ishlayapti. Garvard. Unaqa o'quvchilar, endi shunaqa o'quvchilarning orqasidan quvonamanda. Endi bir kun bittasi telefon qildi, domla Avstraliyada ishlayapman, shunaqa. Malades. Bir kun bittasi telefon qildi, Dubaydaman. Endi Germaniyada esa ko'pchilik. Bitta shogirdim, O'zbekiston tumanidan bitta shogirdim bordi. Topilib Doston degan. Bir kun video tashlagan ekan, ko'rib shunaqa xursand bo'libman. Germaniyada o'zi xususiy klinika qilibdi. Germaniyada. Ko'z kasalliklari bo'yicha. O'sha yozyapti, Toshkentda Doston bilan birga til o'rgangan bola, u ham Germaniyaga borgan ekan. Ha, ko'z kasalliklari debman, kechirasiz. Stomatologiya, tish. Tish. Nima? O'sha birga ingliz tilini o'rgangan bola ham boribdi. Dostonga uchramasdan o'sha bola yozyapti-da. Sekin o'sha nimaga kiribdi? Reception deymizmi? Qabulxonaga kirib, nima qilib, allaqannimalarni to'lg'izsa, 1,5 oydan keyin ochib tegibdi. O'sha klinikada bo'ldim. Ha, endi Germaniyaga borib, bitta o'zi xususiy klinika qilib, stomatologiya. O'shanaqa qilib, o'sha yerda nemislarni ochirga qo'yib qo'yibdi-da endi. Malades dedim. Endi qizlarimiz, o'g'illarimiz bitta unaqa qilishga, bitta unaqa qilishganini eshitib, endi quvonasizda endi. Endi ular ham endi misol uchun qancha shogird chiqaradi hali Xudo xolasa. Yana shuda birgina bergan bilimingiz orqali u yana endi biz ham yonga kelib sochilib ketadi. Hozir mana endi chet elga ketish, ya'ni ko'pchilik oddiy odamlar misol farzandini chet elda ishlashini, o'qishini misol O'zbekistonga xizmating tegmaydimi, undan ko'ra shu yerda qolsangchi degan bir ma'noda gapirishadi. Bunga qanaqa qaraysiz? Chet elda o'qishdan ko'ra o'zimizga manfaating tegsin degan gap so'zlar gapirishadi. Nima deydi? Peshidan qabrgacha ilm izla degan hadis bor. Ilm olish uchun qayerga bo'lsa ham borish kerak. Endi u bolalar Xudo xolasa, u bolalar, qizlar hammasi ilm olishyapti, o'rgangan o'sha yerda qo'llashyapti. Xudo xolasa, raza zo'r mutaxassis bo'lib, aytdimki, o'sha hammani shaqa telefon qilib qo'yishadi Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ulardan umidim katta hali. Xudo xolasa shunaqa qilib, shunaqa mutaxassislar bo'lsin orqalardan biz quvonaylik ota-onalar bilan birga. Ustoz, mana 25 yillik faoliyatingiz davomida oldingi o'quvchilar bor. Misol uchun hozir yangi avlod bolalari bilan, o'quvchilar bilan oldingi avlod o'quvchilar orasida farq bormi? Yoki men qaysi biri kuchliroq degan ma'noda emas, ya'ni xarakter jihatdan, ta'lim olish jihatdan hozir menimcha yoshlar ancha rivojlanyapti, bilim olishi tezlashyapti. Ancha shu farqi bormi? Misol uchun 10 yil oldingi bolalar bilan hozirgi o'quvchilarning farqi siz uchun? Men uchun farqi yo'q. Men uchun hammasi yo'q. Endi nima qaysinisidir hozirgilar oldinga qaraganda osonroq o'rganayotgan bo'lishi mumkin, siz aytmoqchi. Keyin endi men misol uchun men ham 10 yildan berib misol uchun bu yil o'tganiga qaraganda yaxshiroq dars o'taman deb bilaman men o'zim. Har yili har bir mavzuni takrorlayotganingizda hali yangi xulosalar qilaverasiz sizga. Men misol uchun 10 yil qaysidir mavzuda rosa qiynalib o'rgatgan bo'lsam, hozir o'shani juda oson o'rgatishim mumkin. Endi bu o'quvchiga yana bitta yaxshi imkoniyatda bu. O'shaning uchun tezroq bo'layotgan bo'lishi mumkin. Keyin mana hozir ba'zi bir o'quvchilar bor, tez natija qilishga intilishadi. Tezroq, misol uchun mana 11-sinfga keldida kimyo biologiyani 1 yil ichida tugatib qo'yaman deydigan o'quvchilar ham bor-da. Tez natija qilishga intiladi. Bu asli juda ham endi xuddi shunaqa o'quvchi bo'lsa 1 yilda o'shani o'rgatishga domlalar Xudo xolasa qurib yetadi. Misol uchun, men ximiya o'qituvchisi sifatida ximiya darsini boshidan oxirigacha 1 yilda tugataman-da. Pedagog o'qituvchisi ham, hamma o'qituvchi tugatadi darsini. Hali xuddi siz aytgandaqa tez o'qiyman deb kelayotgani bo'lsa, harakati bo'lsa, men o'quvchilarga aytaman.
nima 10-sinf o'quvchilarimga aytaman. Bir yil tugatib qo'y. Bir yil olib qo'y ximiyani ham berilgan sertifikatini. Qolgan hamma 5 fanni olib 10-sinfda naqd qo'y 189 ballda. Energiya man senga boshqa narsalar tashkillab beray. Yana qo'shimcha. Hali aytdim-ku, endi nima mani nimam shuki, o'quvchilarimizga xolos dunyoviy hali ilmiy kitoblarni o'qirmas, xolos ilmiy kitoblarni bas, uni fan kitoblar. Badiiy kitoblardan ko'p o'qinglar deb tavsiya beraman. Yana hech bo'lmasam ikkita xorijiy tilda ona tilingiz darajasida qilib o'rganib oling deyman. Hali nima deydi? Men misol uchun shularni o'zim hali orzu qilgan narsalarni aytyapman-da o'quvchilarga. Men misol uchun hozir nima agar siz hozir maktab yoshida bola bo'lib qolsangiz nima qilardingiz deb savol bersangiz masalan. Men yana o'qituvchilik tanlardim deyman. Yana ximiyani tanlardim deyman. Keyin o'sha men o'zim o'qiganmiz badiiy kitob. Rosa ko'p badiiy kitob o'qishni tavsiya qilardim. Yana vaqtlarni bekor ketkazmasam, vaqtlari bor hozir o'qiyotgan paytlari. Hech bo'lmasam ikkita chet tilini, xorijiy tilni. Buni kompyuter shunaqalarda ham qo'shib o'rganmasa, endi misol uchun ximiya o'qituvchisi bo'laman degan o'quvchilarni chiqib qolsa, xolos ximiyani o'zini bas. Matematikani, fizikani ham shu ximiya bilan bir xil qilib olib boring. Ya'ni ximiyadan ham, fizikadan ham, matematikadan dars o'tiraveradigan darajadagi bo'ling deymanda. Men misol uchun matematikani ham, fizikani ham hozir siz aytgandek ko'proq badiiy kitob o'qigan bo'lganimda, xorijiy tillarni ham yaxshi bilgan bo'lganimda yaxshi o'qituvchi bo'lsam kerak edi deb o'ylayman-da. Nima kamchiliklarini bilaman-da misol uchun. Aytaylik rus tilimi, ingliz tilimi, nemis tilimi, boshqa adabiyotlarni ham tiklayman o'zimizdan tashqari. Fizikani ham shu ximiya darajasida bilsin deyman. Misol uchun endi ximiya o'qituvchisi bo'laman degan shogirdlarim bo'lsa. Matematikani ham shu matematika o'qituvchisi darajasida bilsin deyman. Endi o'rgansa bo'ladi-ku. Albatta. Hali vaqtlarni bekor zoya ketkazmasdan. Hozir hali nima deydi, telefonlar bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, hozir xolos buni kitoblar bilan. Buni kitobdagi narsalarni o'rganib olaversin. O'zi o'qishga kirsin, o'sha telefon kerak bo'ladigan paytda keyin o'qtiraveradi boshqa o'qtiradigan narsani. Shuncha kitoblar bor, shuncha qo'llanmalar bor, shularni o'rgansin. O'shandan uzoqroq tursin. Deyman. Telefonlar haqida aytib qoldik ustoz. O'quvchini ilm olishiga hozirgi kunda eng katta to'sqinlik qilayotgan narsa telefonni bilaman endi. Balkim noto'g'ri ekan, men shunaqa deb bilaman. Nima shundan uzoqlashish kerak, umuman ishlatmaslik kerak. O'qishga kirganda o'zini ishlatadi iloji yo'q. Endi oliy ta'limda endi kerak bo'ladi unga. Bizni maktab men shunaqa deb bilaman endi. Hammaning o'zi nimasi bor. O'shancha men o'quvchilarimni uzoqlashtiraman. Telefon yo'q deyman. Bo'lmasligi kerak deyman. Bitta shartim. Shuni ishlatmasin, shuni qilmasin. Shuni o'shanda endi tajribamdan shu xulosa. Shunaqa. Shunda men aytgandaqa o'zi kutgandaqa natija chiqadi. Ustoz, avvalambor sizga kelganingiz uchun rahmat studiyamizga yo'q demasdan. Shu bizni podkastimizdan kimdir o'ziga yaxshilik xulosa olgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa yana kelajakda yana birgalikda podkastlar uyushtirishni nasib qilsin. Xudo xolasa sizga ham rahmat ustoz. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, bizning homiylarimiz P-Media marketing jamoasi hamda chet tillariga ixtisoslashgan Humo Line akademiyasi va Humo Medservis klinikasi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling va gap so'ngida eslatib ketmoqchiman, ustoz bilan bog'liq bo'lgan qiziq voqealarni o'quvchilari tomosha qilayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Biz bundan juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.